Ana aktyorimiz senikidan ham pulliroq ish chiqib qoldi. Zaklatingni qaytarib beraman deb qoldi. Nima? Men nima qilaman endi Zafar? Bilasan u, prodyuserda hamma narsani bo'ynimga olib, keyin pul olganman bu ishga. Tuzukroq odam gaplashsanglar bo'lmaydimi? Shuncha odam tekin ishlamaydi-yu. Bitta mana shu subutsizni, va'dabozi deb endi 5000 minusga kiramanmi bugun? Texnikalarni yig'ishtiravuraymi? Yo'q kamerani. Rolni kim o'ynaydi? Hech kim o'ynamaydi. Sahnaga chiqib yoki kamera oldiga chiqib karillashni hamma ham eplaydi. Lekin kadr ortidagi mehnatni hamma ham qadrga yetavermaydi. Ayniqsa senga o'xshagan lo'ttivozlar umuman bu narsani tushunmaydi. Birinchidan, sen erkaknishini qilmading. Chunki erkak kishida lafz bo'ladi. Va'da berdimi bajaradi. Ikkinchidan, sen kasbingga xiyonat qilding. Chunki haqiqiy kasb egasi boshqa hamkasblarini ham mehnatini hurmat qiladi. Senga o'xshab subutsizlik qilmaydi. O'lsam o'laman. Bu kasbdan ketsam ham mayli. Lekin umrim oxirigacha senga o'xshagan mas'uliyatsiz, va'daboz, subutsizlar bilan umuman ishlamayman. Mana shu videoni sizni ham ishingizga mas'uliyatsizlik bilan yondashayotgan ba'zi bir odamlar bo'lsa, yuborib qo'ying.